Tushda yig'lamoq ko'pincha yomon xabarlar darakchisi va oila davrasidagi ko'ngilsizliklar. Boshqalarning yig'layotganini ko'rish o'ngda qayg'uli ayriliqdan so'ng yoqimli birlashishga ishora. Yosh ayol bunday tush ko'rsa, sevgilisi bilan janjalga ishora bo'lishi mumkin. Agar tushingizda to'lib yig'layotgan bo'lsangiz, o'ngda muammoga ishora. Bu paytda uy yoki mashina sotishni keyinga qoldirgan ma'qul. Agar yoningizda yaqin kishingiz yig'lab o'tirgan bo'lsa, u sizning muammolaringizga hamdard bo'ladi. Ovoz berib yig'layotgan bo'lsangiz, katta janjalga, ishbilarmon odamning yig'lashi ishdagi muammolarga, yig'layotgan kishini ovutish yaxshi yangiliklarga, arazlashganlarning yarashishiga ishora. Qiz bola tushida yig'lasa, sevgilisi bilan ayriliq. Yosh bola yig'layotganini ko'rsa, asabiy zo'riqishga. Ko'pgina tush ta'birlarida tushda yig'lamoq javobgarlik yukidan xalos bo'lishga intilishdir. Sizda qandaydir muammo bor va u sizga tinchlik bermayapti. Uni hal qiling va xotirjam uxlaysiz. Agar tushda bola yig'layotganini ko'rsangiz, bu muammolaringiz ko'pligidan. Kimningdir yig'layotganini eshitish katta muammolardan ogohlantirish. Ishlaringizda diqqatli bo'ling. Sevimli kishingizning yig'laganini tushda ko'rsangiz, bu quvonchli hodisalarga ishora. Ba'zida bunday tush ayrim to'siqlardan ogohlantirishi ham mumkin. Tushda yig'layotgan yosh qizni ko'rish muhim hodisalarga ishora. Tushda 1-2 tomchi yosh to'ksangiz, bu ishda maqtovlarga yoki yoqimli qo'ng'iroqqa ishora. Agar ko'z yoshlar shashqator oqsa, yaqinda yoqimli hodisalar yuz beradi. Hayajonli ko'z yoshlar to'yga ishora. Tushda yig'lab uyg'onib ketsangiz, xavotirga tushmang. Buni yaxshilikka deb biling. Erkak kishi tushida yig'lasa, bu unga yengillik olib keladi. Agar erkak kishi uyqudan oldin qayg'uli xayollarga berilgan bo'lsa, tushda yig'lasa, bu o'ylardan qutuladi, xavotiri ketadi. Bashoratchi Vanga tushda xafalikdan yig'lagan bo'lsangiz, o'ngingizda baxtdan sarxush bo'lishingizni aytadi. Musulmon ta'birlarida kishining tushida jimgina yig'lashi bu yomg'ir yog'ishiga, barakaga, quvonch va yaxshilikka deyiladi. Agar ko'zingizdan oqayotgan yoshlar yuzingizni kuydirsa, bu quvonchga, muzdek bo'lsa, qayg'uga ishora. Agar ho'ngrab yig'layotgan bo'lsangiz, siz yashayotgan joyda qandaydir noxushlik bo'lishi mumkin. Agar kishining tushida yig'lashiga Qur'on oyatlari yoxud Yaratgan oldidagi qo'rquv bo'lsa, bu inson o'ngida xursand bo'ladi, g'am, qayg'udan xalos bo'ladi.